Bilasizmi Mansur, ba'zan shunday bir kitoblar borki, insonni hayotini butunlay o'zgartirib yuborishi ham mumkin. Albatta, chunki kitoblar turli insonlarning hayotini hikoya qiladi va uni o'qigan o'quvchi esa ana shu hayotni yashab o'tgandek tajribaga ega bo'ladi. Bu esa yangi dunyolarga ochilgan eshikdir, men sizga aytsam. Ha, eng qizig'i, bugun kitobxonlik mamlakatimizda rag'bat tizimi bilan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ha, yana qaysi mamlakatda, qaysi davlatda kitob o'qiganligi uchun avtomobil berilyapti. To'g'ri aytasiz va keling hozirgi lavhamizda biz mana shu haqda batafsil ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Marhamat. Faqatgina O'zbekistonda kitob o'qish orqali avtomobil yutib olish mumkin. Davlatimiz rahbari yoshlar bilan muloqotda ham endilikda yosh kitobxonlar ko'plab kitob o'qiganliklari uchun 10 million so'm pul mukofotlari bilan rag'batlantirishini aytib o'tdilar. Bu esa o'z navbatida haqiqiy ma'noda yoshlarimizni kitobxonlikka jalb etishda muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda. Ana shunday kitobxon yoshlarimiz safi esa kengayib boryapti. Bolaligimdan kitob o'qishga qiziqaman va dastlab O'tkir Hoshimov asarlari meni kitobxonlikka qiziqishimni uyg'otgan. Bunga misol qilib Tushda kechgan umrlar yoxud Ikki eshik orasi asarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Kitobxonlikka va adabiyotga bo'lgan qiziqishimni yana bir pog'ona ko'tara oldi deb ayta olaman. Hech bir davlatda yo'qki, kitob o'qigani uchun shunday rag'batlar bor. Muhtaram prezidentimizga mana shunday imkoniyatlar va rag'batlar berayotgani uchun minnatdorchiligimizni bildirib, o'z tashakkurimizdan yo'llab qolamiz. Yosh kitobxon bu tafakkuri teran, dunyoqarashi keng avlod timsoli. Bugun mutolaaga qiziqadigan yigit-qizlar uchun keng imkoniyatlar eshigi ochilgan. Maktablardagi kitobxonlik to'garaklari, zamonaviy axborot resurs markazlari, ijodiy uchrashuvlar va tanlovlar ularning iste'dodini yuzaga chiqarmoqda. Ayniqsa bunda mushoira tadbirlari va kitobxonlik masalasi davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan rag'batlantirilayotganligini alohida e'tirof etish lozim. Yurtimizda juda ham mashhur yosh kitobxon tanlovida ham o'zim ham qatnashganman va faol ishtirokim uchun 10 million so'm mukofot yutib olganman. Hozir ham izlanishdan to'xtamay 15-19 yosh toifasida viloyat bosqichiga o'tdim va o'zim ro'yxatdagi kitoblarni mutolaa qilmoqdaman. Bolaligimdan juda ham ko'plab kitoblarni o'qiganman. Bunda oilaviy muhit juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan. Hozirga qadar 300 ga yaqin kitoblarni o'qib chiqqanman. Tanlovdagi shartlar kitobxonlikka bo'lgan qiziqishni oshirishda va do'stona raqobatni ham oshirishda muhim rol o'ynaydi deb hisoblayman. Bu shartlar orqali biz tezkor fikrlashga va kitobdan nimani olganimizni anglashga o'rganamiz. O'zimning 2 ta she'riy to'plamim mavjud. Endi bu bilan cheklanib qolmasdan hikoyalar yozishda ham o'zimni sinab ko'rmoqchiman va kelajakda O'zbekistonimiz nomini yuksaklarga ko'taruvchi bir yozuvchi bo'lishni niyat qilganman. Yosh kitobxon tanlovining viloyat va respublika bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallagan taqdirlangan xorazmlik qizlar ham ko'pchilikni tashkil etadi. Boshqa tashabbuskor yoshlarning o'z mualliflik kitoblari ham chop etilgan. Ular bolaligidan mutolaaga oshno bo'lib, bugun o'zbek va jahon adabiyotining eng sara namunalarini chuqur tahlil qiladigan darajaga yetishgan. Kitob o'qigan qiz bu faqat bilimli avlod emas, balki tafakkuri uyg'oq jamiyat demakdir. Tanlovlar bo'lardi. Asosan maktabimizda keyinchalik axborot kutubxonalariga kelganman. Shu kutubxonada har xil badiiy kitoblarni o'qib, o'zimda yanada izlanish olib borganman. Asosiy ishim faqat she'r yozish emas, balki kitoblar bilan o'zimda qanaqadir do'stlik aloqasini yaratish bo'lgan. Bu asosan kitoblarni qancha ko'p o'qish bu insonni salohiyatini, yanada madaniyatini oshiradi. Shu o'rinda aytishim mumkinki, meni 2024 va 2025-yilda 2 ta kitobim chiqqan. Birinchi kitobim Jajji yurak sadosi va ikkinchi kitobim Ma'naviyat va ma'rifat. Yuksak ilm fidoyi, el-yurt iftixori, millat umidi kabi tanlovlarda qatnashib, xalqaro antologiyalarga ijodiy ishimni va hujjatimni topshirganman va bir qancha ko'krak nishonlarni yutib olgan va xalqaro sertifikatlarim ham bor, 200 ga yaqin.
ular darajamni oshirganligi sababli hozir Toshkent va Namanganga volontyorman. Prezidentimiz aytdiki, kitob o'qiganlarga, ya'ni 10 million so'm pul ajratib beriladi va yozuvchilarga, shoiralarga va shoirlarga esa 20 millionga subsidiya ajratib beriladi deyishdi. Buni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Imkon berilgan joyda iqtidor albatta unib chiqadi. Ta'lim, kitobxonlik va innovatsiya birlashgan maskanda esa kelajak yanada porloq bo'ladi. Bu yoshlar ertangi kunimiz emas, bugunning o'zida yurt tayanchi.